Oltinchi sinf Qadimgi dunyo tarixi. 10-mavzu. Qadimgi Misr madaniyati. Yozuv. Qadimgi Misrliklar yozuvi insoniyatning ilk yozuvlaridan biri edi. Dastlab har bir so'z rasm ko'rinishida yozilgan. Yozuvdan duolar va marosimlarni yozib borishda foydalanilgan. Shuning uchun ham u muqaddas kalom, ya'ni ma'budlar kalomi deb nomlangan. Qadimgi yunonlar ularni ierogliflar deyishgan. Muqaddas bitiklar ma'nosini anglatadi. Yozuvlar maqbaralarning devorlariga va ma'budlar haykallariga o'yib yozilgan. Yozuv uchun tosh va sopoldan ham foydalanilgan. Misrliklar alifbosi 750 ieroglifdan iborat bo'lgan. Har bir so'z o'ziga xos bir qancha ramzlarni va timsollarni ifoda etgan. Ierogliflarni o'rganish ancha qiyin ish bo'lib, savod chiqarish ko'pchilikka ham nasib etavermagan. Ierogliflarni qamish qilqalam bilan papirusga, ya'ni papirus poyasidan ishlangan qog'ozga yozishgan. Turli ranglardagi mineral bo'yoqlar siyoh vazifasini o'tagan. Ta'lim olayotganda sopol idishlar parchasiga yoki ohak toshga yozishgan. Husnixat san'atini egallagan kishilar yuksak savodxon kishilar sanalgan. Ular katta imtiyozlarga va hurmat izzatga ega bo'lgan. Ierogliflar sirining kashf etilishi. Qadimgi fransuz olimi Jak-Fransuas Champollion 1822-yilda jahonshumul amaliyotga molik kashfiyot qildi. Qadimiy Misr matnlarini o'qishga muvaffaq bo'ldi. Bu kashfiyotga Qohira shahridan ancha uzoq bo'lgan Rozet shahri yaqinidagi bir toshga chekilgan qadimgi Misr va qadimgi Yunon tillaridagi bir xil ma'nodagi bitik sababchi bo'ldi. Yunon tilidan tarjima qilish qiyinchilik tug'dirmadi. Matnlarni taqqoslab ko'rib, har bir ieroglif anglatgan ma'noni tushuntirib berish imkonini topildi. Ana shu kashfiyotdan keyin papiruslarga bitilgan ko'plab matnlar, ibodatxonalar va piramidalar devorlaridagi bitiklar ko'p asrlik jimjitlikdan so'ng tilga kirdi. Tarixchilar esa qadimgi Misr sivilizatsiyasini o'rganish uchun muhim va ishonchli manbaga ega bo'lishdi. Bugungi kunda Rozet bitik toshi Londondagi Britaniya muzeyida saqlanmoqda. Amaliy bilimlarning dunyoga kelishi. Misrda amaliy bilimlarning dunyoga kelishi va rivoj topishi misrliklarning kundalik hayoti bilan bog'liq bo'lgan. Ziroatkorlar qachon urug'larni yerga qadash, qay mahalda hosilni yig'ishtirib olishni bilishi zarur edi. Bu muddatlarni misrliklar yulduzlarga qarab aniqlagan. Shu tariqa astronomiya, ya'ni yulduzlar haqidagi fan dunyoga keldi. Yulduzlarni kuzata turib misrliklar yil davomiyligini 365 kun etib aniq belgiladi. Birinchi bo'lib taqvim tuzdi. 365 kunni esa 30 kundan 12 oyga taqsimladi. Ortib qolgan 5 kunni bayram kunlari sanab hisobga kiritmadilar. Anhorlar qazilayotganda, istalgan imorat, inshootni barpo etayotganda maydon hajmini o'lchash zarur edi. Shu tariqa geometriya fani, yer yuzini o'lchash ilmi dunyoga keldi. Misrliklar nafaqat oddiy arifmetik hisoblashni, qolaversa kasrlar, maxrajlar va murakkab hisob-kitoblarni ham bilishgan. Matematika fani ana shu asosda taraqqiy etgan. Misrliklar tibbiyot fani haqidagi bilimlarga ega bo'lishgan. Mumiyolangan mayitlarni tayyorlash jarayonida misrliklar odamning ichki tuzilishini ham yaxshi o'rgangan. Davolash muolajalarida giyohlar damlamasi, ma'danli suvlar va tuzdan keng foydalangan. Misr shaharlarida tabiblarga ta'lim beruvchi maxsus maktablar bo'lgan. Misrda asosiy o'lchov birligi tirsak bo'lib, bu tirsakdan barmoqlar uchigacha bo'lgan uzunlikka teng edi. Qo'llar uzunligi turlicha bo'lganligi sabab podshoh tirsagi degan yagona o'lchov joriy etildi. U 52,5 santimetrni tashkil etgan edi. Misrda vaqt 24 ta bo'lmaga ajratilgan. Maxsus idishdan iborat suv soatlari yordamida o'lchangan.
bir bo'lmadan ikkinchisiga oqib o'tadigan suvning hajmi 1 soat deb hisoblangan.